eshitdi. Xullas do'stlar, bu rolik hech qanaqa ekstremal rolik emas, hech qanaqa zadaniyalar bo'lmaydi. Bu yerda men o'zim haqimda ozgina bo'lishni xohlayman. Menimcha bu kanal shu uchun ham yaralayotgan bo'lsa kerak. Bu yerda men chist o'zim haqimda, meni hayotimda nima bo'layotgani haqida, meni yaqinlarim haqida bo'ladigan vlog desa ham bo'ladi. Xullas meni hayotimda tak skажем 3 oylik detoks sezon boshlanyapti. Nima uchun kerak desanglar, men uchun bu tak skажем творческий кризис degan muammolar bilan bog'liq. O'zimni hayotiy yo'limni qidirish bilan bog'liq. Nima bilan shug'ullanishim, nima qilayotganim, shu savollar meni qiynayapti, juda ham ko'p qiynayapti. Oxirgi 1 oy menimcha именно mana shu savollar bilan o'zim как скажем cho'zib, aldab, tam davay ertaga yaxshi bo'ladi, davay ozgina kutib tursak, o'tib ketadi bu narsa deb o'zim ovutib va vaqtni cho'zib yurgan edim. Lekin уже осознанный возрastga kelganman. Menimcha yoshma-yosh bu narsalar уже odamni sekin-sekin qiynashni boshlasa kerak. Cho'zib o'tirmayman, bugun 3-may sizlarga bir kun oldin nima bo'lganini aytib beraman. Xullas do'stlar, bugun tur, hozir konsertga ketyapmiz. Birinchi mashinada men, Abdurahim akam, Nizom va Ruslanchik. Xullas hozir konsertga boramiz. U yerda ko'rishamiz sizlar bilan, qichqu stream qilamiz. Xullas bugun kunimiz просто banger bo'ladi. Знаю, что мы все уйдем на небо, тут не навсегда. Я деньгами семьи, пусть они горят, пусть дают тепло. Этот мир для нас, скажи для кого. Ты готов оставить кайф, поменять себя. Знаю, что мы все уйдем на небо, тут не навсегда. Я говорю деньгами семьи, пусть они горят, пусть дадут тепло. Этот мир для нас, скажи за кого. Ты готов убить, ты готов упасть, готов умереть. Chat, maga biz Gulistondamiz. Со стримом можно зайти? Да, можно. Bolalar sizlarni ichkariga olib kiraman. Yo! God damn, bro. Xullas, xudo xolisa bitta va'da beraman. Sahnani bong'illatamiz. Sengacha yo'llarim bu vaqtgacha manzillar. Sengacha qo'llarim begona dillar. Sengacha yo'llarim bu zerikarli yillar. Ay bular. Jarani qilda uxlashda tenga qo'y qichimni. Ko'chalar chiroyli gol o'smaydi bu sahroda. Seni baxtli qilish uchun yurdim uzoqroqda. Qo'rqmasman bo'lish uchun loyiq bu zuhroga. Men seni ko'rganda yo'qotib topdim o'zimni bir lahza. Har bir soniyamni sen bilan qilgim keldi taqsir. Bu vatanga qimmat barmoq o'zing taqsir. Bu serial davom etsa patronlar yuz taqsir. Ana hamma birga saklaymiz hozir. Qordan top. Retsepti moddiy, o'saman ruhan, nafaqat mod. Muzika biznes, nafaqat hobbi. Ishni qil vaqtida qaram. Sen yurishadi seni uyga qamashadi, meni uydan haydashadi. O'zi tashvish boshimdan oshadi. Shuncha Üstü boşuna qimmat savobim bo'ladagi. Ya hammasi dardi borida, beshta raqam ro'yxating qorasida. Meni sen yodiysan, manoda gaplashgan yigitlaring orasida. Shunga qaramay birgamiz do'stlarga birgani qo'lobni kirgani yo'q. Bir qana birga uchishga bir yana. Men seni unutaman uchgacha sana. Uchishga bir yana. Men seni unutaman uchgacha sana. Birga uchishga bir yana. Birga uchishga sana. Birga uchishga bir yana. Birga uchishga bir qana. Birga uchishga olaman TikTok, yoki xohlasam yeyman tok, poket yo hot dog, yeyman tok, yoqmasam sen boy, uchrashuvga chaqirmagin lobinga. Серьезно? Skidka, bashi deb sotilmaydi butikda. Yeydimi ketka, plitka, ta'sir qilmaydi vetga. Qara
donga moda qari chap qari onga ular bariga ko'ngan Let's go! qari chap qari onga Kimnidir xafa qilib qo'ymayman no yaxshimasman yomonmas qabul et kimda kam kimda ko'p ne keragi boricha uchun diplom yo'q aql bor qancha harakat qilsam ham kimda qancha ot kuchi kimda kam kimda ko'p ne keragi boricha qo'ldan telefon yuzafni mesajlar bo'shab kapitonni Короче, do'stlar, ot konsertdan ham chiqdik. Hozir hamma bilan xayrlashib, ertaga yo'liga chiqish kerak. Va bugun просто sahnani qizitgan inson самый лучший исполнитель. Что-то не верится, что ты через 3 месяца вернешься. Через 3 месяца вернусь. Хотите на влоге сказать? 3 oydan keyin qaytib kelaman. Влог qo'yilmayapti. Влог удаляется. Брат, блядь, иди скучай. Бля, пожалуйста, ладно, пропадай, вернись. Брат, Xullas, bir kun oldingi vaziyatlar shunaqa edi va bugun sorry, можете слышать? Mana hayotimda oxirgi deylik 1 yil ichida juda ham katta rol o'ynagan insonlar, ularga kattakon minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizlarga kattakon rahmat men bilan bo'lganingiz uchun va alohida meni hozirgi 3000 talik auditoriyamga kattakon rahmat. Sizlar borsizlar, men shu videoni tipa sizlar uchun olmanda, tushunishingiz uchun. Sizlarga hamma savollarga bitta javob, bitta videoda bo'ladi. Xullas, bugun men uchib ketyapman Peterburg degan shaharga. Men o'zimni asosnimni vaqtimni shu shaharda o'tkazdim, shu davlatda desak ham davlat el shahar. To'g'risi bilmayman, qanaqa to'g'riroq aytilishini bilsanglar kommentariyada yozib qo'yinglar. Xullas, men detoks uchun именно shu shaharni tanladim, потому что men o'tda bo'lib o'zimni bemalolroq, так скажем, более душевноroq his qilaman. Sizlarga ham maslahat beraman. Detoks uchun emas, хотя бы aylanish uchun boringlar. Sizlarga juda ham yoqadi, juda ham yaxshi, chiroyli va kulturniy shahar, davlat. Yozib qo'yinglar kommentariyada. Akam уже turga ketgan, ular uyda yo'q. Men уже sog'omman desak ham bo'ladi. Bilmayman, bir kun kecha ularsiz bo'ldi. Uyda qanaqadir спокойствие, juda ham пустота sezildi qandaydir. Кстати, turist omad. Спасибо вам большое за все, брат. Va bilsanglar, meni juda ham kiyimlarim ko'p. Men o'zi kiyimga juda ham ko'p qiziqaman. No, menga bir kamroq bo'lish uchun hammasini tashib ketyapman. O'zim bilan faqatgina 4 ta shim, 2 ta ko'ylak va bittami 2 ta futbolka oldim, 2 ta krossovka. Bir kamroq bo'lish uchun, o'zimni ko'proq svobodnoroq his qilish uchun vibirlardan shu ish qilishga qaror qildim. Ichmadanimda asobiy ko'rsatadigan narsalar yo'q. Soat 5 bo'libdi. Meni reysim soat 8 da. 8 ham bir uchishim kerak. По-моему, 6 da registratsiya boshlasa kerak. Xullas, aeroportda qanaqadir qiziqarli kadrlar bo'lsa, qanaqadir voqealar bo'lsa, обязательно o'zimni telefonimga videoga olib aytib o'taman. Registratsiyadan o'tdim, tamoshinadan o'tdim va pasportni kontroldan o'tdim. Meni reysim где-то 1 soatlardan keyin va men o'zim bilan energetika oldim, suv va balpi. Bularni hammasini turkiy bankomat orqali bo'ladi. Bitta 50 ming so'm bo'ladi. Xullas, samolyotda ko'rishguncha. Haydi. Samolyotga chiqamiz va agar ichkaridan kadrlar olsam, sizlarga ham ko'rsataman. Charchamaylar.
xullas avtobus 3 qatorli ekan. Avtobus samolyot 3 qatorli ekan. Даже man hech qachon 3 qatorli avtobusga man hozir ketdim. Давайте. Я устал, но не сливаюсь, если я пообещал быть рядом. Этот город постоянно серый, я оставил инструменты, больше не играю. MVP района 812, у меня не купить рекламу. Они говорят, что я звезда, но я в этом сомневаюсь, правда. Я все тот же белый парень, правда. То, что меня отличает, правда. Братик, я не поменялся, всегда помни, с кем ты раньше хавал.